Kitob so'zi asrdan biroz ilgariroq edi. Maxtum darvoza yonida muborakbodchi mudarrislardan birini ikki buklanib ta'zim qilgan holda uzatar edi. Hazrati mudarris xayrlashgan joyida yana to'xtab tomoq qirib oldi. Hay mulla Soliq, yana bir gapni sahv qilibman, dedi hazrati mudarris. Soliq Maxtum yugurib hazratning yoniga keldi. Mirzoga aytishni ep ko'rmadim. Masalan, rivoyat va hokazo masalalarga hojat tushsa, bizdan begona qilmassin. Janobingiz shuni ham tayinlab qo'yasiz. Xo'p, taqsir, xo'p. Faromush qilmassiz albatta. Xotirjam taqsir. Maxtum ulamo, amaldor va g'ayrilardan shuning kabi siforishlarni 4-5 soatdan beri qabul qila juda miyasi suyulgan edi. Hozirgi iltimosdan ham o'shalar qatorida bo'yniga olib, hazrat mudarrisni jo'natdi. Nari-beri bo'sh sallasini boshiga cho'lg'ab sarpoychan kafshini shap-shup bosib, darvozadan ichkariga kirib bormoqda bo'lgan safar bo'zchini Maxtum to'xtatdi. Xo'sh, uka, dedi safar bo'zchiga. Yo'l bo'lsin sizga. Chunki Maxtum muborakbodchi kambag'allar u yoqda tursin, hatto ulamo va boylardan ham hozir zerikkan edi. Bu zerikishga ikkinchi martaba non oldirishning ham aloqasi bor edi. Safar bo'zchi ostona yonidan Maxtumga qiyshayib qaradi. Labbay taqsir, dedi. Yo'l bo'lsin sizga. Mirzo Anvar inimga Xudo martaba ato qilgan emish deb eshitdim, dedi safar bo'zchi. Pirimni ziyorat qilay deb kelyapman. Kelganingiz ma'qul, illo o'zi hozir juda charchab qolganda chetdan duo qilib tursangiz ham kifoya, uka. Safar bo'zchi boshini qashib yana Maxtumning aftiga qarab qo'ydi. Ziyorat qilib chiqaberaman, taqsir. Boshqa gap yo'q, taqsir. Maxtum safar bo'zchining ilgarisiga o'tdi. Mayli-ku, uka, ranjitasiz-da. Sadag'asi ketay mirzoning, dedi safar bo'zchi Maxtumning qatoriga borib. Baraka topqurning o'zi ranjiydirgan yigit emas, hoksorda taqsir. Ko'rsangiz bilarsiz-ku, men bilan juda qadrdon-da taqsir. Maxtum asabiylashibroq safar bo'zchining betiga qaradi. Safar bo'zchi ham Maxtumga biroz tikilib turg'ach iljaydi. Ko'rsangiz bilarsiz, men bilan juda qadrdon-da taqsir, dedi yana va Maxtumga iltifot qilmay ichkariga yurayverdi. Bir necha martaba kelib Anvarning mehmonxonasiga o'rganib qolgan, shunga binoan bu to'g'rida Maxtumning yordamiga muhtoj ham emas edi. Anvar mehmonxonada Shahidbek va yana bir sarkardanoma bilan so'zlashib o'ltirar edi. Safar bo'zchini dahlizda ko'rib o'rnidan turdi. Ikkisi necha yillik qadrdonlar kabi samimiy ko'rishdilar. Safar bo'zchi ko'zida yoshi bilan Anvarni tabrik qildi. Anvar unga o'z yonidan joy ko'rsatib o'ltirishdilar. Safar bo'zchining fotihasiga anavi ikki bek arang qo'l ko'tarib qo'ydilar. Zakotchidan tinchmisiz, deb Anvar kuldi. Xudoga shukur, davlatingizda mirzam. Bozorlar yaxshimi? Bir navi harchi tiriklik tebranib turadi, uka. Safar bo'zchining boyagi harakatidan achchiqlanib tashqarida qolgan Maxtumning kimni ham bo'lsa ichkariga taklif qilgan tovushi eshitildi. Safar bilan Anvarning so'zlari bo'linishga majbur bo'ldi. Mulla Abdurahmon Anvar bilan yonma-yon o'ltirg'uvchi do'sti safar bo'zchini mehmonxonaning dahliziga kirishidayoq ko'rib qoldi va sariq tusi bo'zarib ketgan holda ichkariga qadam uzdi. Safar bo'zchining hurmati uchun loaqal qimir etmagan beklar ham Mulla Abdurahmonning istiqboliga qo'zg'alishdilar. Maxtum Mulla Abdurahmon bilan Anvarni bir-birlariga tanishtirdi. Balki xotirlarsiz, Mirzo Anvar, dedi Maxtum. Siz mening qo'limga kelgan yillaringizda Mulla Abdurahmon akangiz ham bizning maktabda o'qir edilar. Xotirimda. Xo'p, salomatmilar, taqsir? Alhamdulillah, dedi Abdurahmon va yer ostidan safar bo'zchiga qarab qo'ydi. Martabalari muborak bo'lsin. Qutlug' taqsir. Qani, marhamat qilsinlar. O'ltirishdilar. Fotihadan so'ng yana bir daraja ahvol so'rashildi. Hozirgi tasodif juda qiziq tushgan edi. Mulla Abdurahmon bu uchrashishdan nihoyatda o'ng'aysizlangan. Anvarni tabrik etish uchun og'iz ochishga qodir emas va har zamon qarshisidagi bema'niga qarab qo'yar edi. Shu holda bir necha fursat so'zsiz o'ltirishgandan keyin Anvar ko'pchilikni dasturxonga taklif qildi va Shahidbek Mulla Abdurahmonni so'zga tortdi.
Nima lavozimotdalar taqsirim? Imomatda, dedi Abdurahmon va yer tagidan Anvarga ko'z yuborib oldi. Buxorodan kelganimizdan beri imomatdamiz. Madrasada ham bir muncha mukarrirligimiz bor. Ko'p yaxshi ekan. Imomatlari qaysi mahallada? Bizning mahallada, dedi so'zga aralashib safarbo'zchi. Taqsirimning ilmlari juda daryo, o'zlari Buxoroda xatim kitob qilganlar. Shahidbek go'yo ko'ngil uchun yana ko'p yaxshi ekan, dedi. Mulla Abdurahmonning ilmi darhaqiqat yaxshi bo'lgan deb eshitaman, dedi Maxtum. Safarbo'zchi Mulla Abdurahmonning tilagiga qarshi yana so'zlab ketdi. Yaxshilikqa kelganda yaxshi, biroq taqsirimning tolelari biroz pastlik qilib turadi. Bo'lmasa mudarrislik, muftiylik, mirzolik bularning barisiga ham taqsirim yetuk. Faqat tole pastda, bek bobo. Mana endi mirzam otaliq qilib o'rdadan biror ish topib bersalar, taqsirimga ham oftob tegsa ajab emas. O'zlari ham bir haftadan beri mirzamning haqlariga duoda edilar-a, taqsir shunday emasmi? Mulla Abdurahmon safarbo'zchining qarshisida hozir har bir razolatda ham bo'yin egar edi. Manglayidagi terini artib, besaranjom ahli majlisga qarab chiqdi va guldirag'ansimon shunday deb yubordi. Maxtum safarbo'zchini Mulla Abdurahmon tarafidan vositachilik uchun jo'rttaga kelgan deb o'yladi. Mulla Abdurahmon o'zimizniki, dedi Maxtum. Albatta, Mirzo Anvar qo'lidan kelgan yordamini ayamas. Albatta, munshiy tariqasida o'rdaga olinsa ham bo'ladi, dedi Uttabek. Anvar va'da berib qo'yishni ep bilmaganlikdan so'zsiz o'ltirar edi. Mulla Abdurahmon har zamon manglay terini artib olar edi. Safarbo'zchi tunovi kungi adabsizlikni taqsirimning ko'nglidan chiqardim deb Mulla Abdurahmonning ko'zini uchratishga va ozgina bo'lsa ham taqsirimdan minnatdorchilik olishga tirishar edi. Bir muncha vaqt shu ko'yi so'zsiz o'ltirishgandan keyin beklar fotiha o'qib qo'zg'almoqchi bo'ldilar. Safarbo'zchining yana og'zini ochib yuborishidan qo'rqib, hatto qimir etmay o'ltirgan imom ham beklarning fotihasiga qo'shilishib o'rnidan turdi. Safarbo'zchi ham Mirzoning haqiga duo qilib imomga ergashdi. Chunki imom bilan birgalashib ketish orzusi shu bahonada tunovi kungi past-baland gaplarni Mulla Abdurahmonning ko'nglidan chiqarish niyati bor edi. Anvar bilan xayrlashib 4 kishi barobar ko'chaga chiqdilar. 30 qadam chamasi birga borib Shahidbek o'z hovlisiga burildi. Yana biroz borgandan so'ng ikkinchi bek ham boshqa ko'chaga kirib ketdi. Mulla Abdurahmon ham safar bo'yi do'sti bilan birga yurishni xohlamadi shekilli. Tez-tez adim tashlab hamrohlik aloqasini uzmoqchi bo'ldi. Bunga qarshi Safar aka 3 hatlab bir bosib Abdurahmonning yonidan chiqdi. Bu holdan yana imomning fe'li aynab yo'l ustida birdan to'xtadi va Safarning aftiga bir turli qarashi qildi. Nega to'xtadingiz? Boravering. Safarbo'zchi Abdurahmonning to'xtaganidan xabarsiz 2-3 adim nariga o'tgan edi. Birgalashib boramizda taqsir. Men siz bilan yurishni xohlamayman. Jo'nang, jo'nang. Safarbo'zchi tushuna olmay biroz qarab qoldi. Nega taqsir? Nega deydi-ya, ahmoq odam. O'zlaringizni aytishlaringizga qaraganda, musulmon kishi uchun kina saqlash bir ro'molni yuvib quritguncha ekan, dedi safarbo'zchi. Bizlar bo'lsak 4 kundan beri shaytonni apchilab yuribmiz. Shunisi ham kifoyada taqsir. Astag'firulloh, dedi imom. Siz o'sha kuni mening ustimga 3 kunlik gap qildingizmi? Shaytonning ishida taqsir, dedi Safar. Axir yana mening aytganim bo'ldi-ku, men bunga bir narsa deyapmanmi? Nedir kinani qo'yaylik, deyapman-da. Mulla Abdurahmon istig'for aytib yo'lga tushdi. Safarbo'zchi ham muloyimgina uning yonida qo'l qovushtirib jo'nadi. Xo'sh, kinani tashlagan bo'lsangiz, dedi yo'lakay imom. Nega boya ularning oldida og'zingizga kelganini aytdingiz? Yaxshilikdan boshqa hech gap aytmadim, faqat ilmingizni maqtadim. Boshqa gap aytmadingizmi? Nima dedim axir, shunchalik ilmlari bo'lsa ham tolilari ozgina pastlik qilib turadir, dedim. Bu to'g'ri gap emasmi taqsir? Men sizga Mirzodan xizmat so'rab bering deb vakolat bergan emas edim-ku. Vakolat-ku yo'q. Axir to'yga ilmingizni xor qilib masjidda yotasiz. Axir birovni uka, birovni aka deb siz ham tuzukroq ishga qatishingda taqsir. Astag'firulloh, balki menga podshohlikdan ham shu imomat yaxshidir.
Be-ye-ye, g'urur nima taqsir, dedi safarbo'zchi. U gapni qo'ying. Nafsilam gap yaxshi. Shahardagi birorta mudarris domlani o'shandaqa mirzaboshi ko'tarsalar yo'q dermi? Voy bo'yov taqsir sizga ham o'rdadagi bir mirzalikni bersa deb sizning haqqingizga taqsirim duoda bo'ldilar dedim-da. Manim xolisligimni shundan ham payqasangiz bo'lar edi, uka. Astag'firulloh, dedi yana imom. Darhaqiqat men uni shunday deb duo qilganmidim? Yolg'onning nima keragi bor? Taqsirim bo'lsangiz ham hali yoshsiz-da, deb kuldi Safar. Bashart rostini so'zlab sizning mirzaboshi bo'lishingizni taqsirim ko'rolmagan edilar desam, xursand bo'larmidingiz? Vahaha, he. Yo'q, taqsir o'zingiz ham Buxoroda o'qigan bo'lsangiz kerak. Kitoblar ikki joyda yolg'on aytishni ma'qul degan ekanlar. Bittasi er-u xotinning orasida, ikkinchisi ikki mo'minni bitirish uchun. Buni Xudo rahmati domlam o'qib berar edilar. Shu gap qulog'imda qolgan ekan, men durug' aytgan bo'lsam, kitob so'ziga amal qildim-da. Ikki mo'minni bitishtirish uchun so'zladim-da. Mulla Abdurahmon yana og'iz ocholmadi, chunki safarbo'zchi kitob so'zi bilan uni yengib qo'ydi. Mahallaga kelib yetdilar. Safarbo'zchi kinani tamoman ko'nglidan yuvib tashlagan edi. Shomni Mulla Abdurahmon orqasida o'qish uchun masjidga kirdi. Jilovxonadagi namoz kutib o'ltirgan qavmlar ichida Samad Boqoq, Shukur so'filar ham ko'rinar edilar. Safarning imom bilan birga masjidga kirishidan taajjublangan Samad Boqoq uni turtib so'radi: "Yarashdinglarmi?" "Kina degan ro'molni yuvib quritguncha", dedi safarbo'zchi. "Yangi mirzaboshining uyidan domla bilan birga fotiha o'qib kelamiz. Hali eshitdingmi? O'sha manim mirzam yorliq opti-ya." Samad Boqoq indamay chetga burilib ketdi. Shukur so'fi shom namozi uchun takbir tushira boshladi.